uzoq umr ko'rsin mehribonim onam. Onam uzoq umr ko'rsin jonajonim onam. Xonadonim chirog'i mehribonim onam. Duolari bebaho o'shal mening onam. Qo'shiq aytay bugun onajonim uchun, ulg'aytirib o'stirgan mehribonim uchun. Ta'zimdaman onalar oyog'i ostida jannat, tanamda jon borcha onamga qilay xizmat. Qo'shiq aytay bugun onajonim uchun, ulg'aytirib o'stirgan mehribonim uchun. Ta'zimdaman onalar oyog'i ostida jannat, tanamda jon borcha onamga qilay xizmat. Onam uzoq umr ko'rsin mehribonim onam. Onam uzoq umr ko'rsin jonajonim onam. Xonadonim chirog'i mehribonim onam. Duolari bebaho o'shal mening onam. Uxlamay kutar hatto sahar uyga kelsam, yarim ko'ngli men bilan olislarda yursam. Uxlamay kutar hatto sahar uyga kelsam, yarim ko'ngli men bilan olislarda yursam. Bir umr xizmat qilsam qaytar olmasman oq sutin, orzuyim onajonim rozi qila olsam. Bir umr xizmat qilsam qaytar olmasman oq sutin, orzuyim onajonim rozi qila olsam. Onam uzoq umr ko'rsin mehribonim onam. Onam uzoq umr ko'rsin jonajonim onam. Xonadonim chirog'i mehribonim onam. Duolari bebaho o'shal mening onam. Qachon qoqilmayman, hayotning pastu balandida yiqilmayman. Onajonim bo'lsa armonlarga botmayman, hayotning pastu balandida yiqilmayman. Ko'zida yosh bo'lsa faqat quvonch yoshi bo'lsin, baxtimga onajonim sog' salomat yursin. Ko'zida yosh bo'lsa faqat quvonch yoshi bo'lsin, baxtimga onajonim sog' salomat yursin. Onam uzoq umr ko'rsin mehribonim onam. Onam uzoq umr ko'rsin jonajonim onam. Xonadonim chirog'i mehribonim onam. Duolari bebaho o'shal mening onam. Onam uzoq umr ko'rsin mehribonim onam. Onam uzoq umr ko'rsin jonajonim onam. Xonadonim chirog'i mehribonim onam. Duolari bebaho o'shal mening onam. Başım bir aşka boyun eğer. Ey aşk al beni süründür yak ateşlerde. Ben gönüllü köleyim, sahibim
telefonga tushyapsizlar. Juda zo'r masa shu telefondan yaxshiroq. Hammasi tayyor. Necha pul bu? 10 million. Ha? 10 million. 10 million. Sana varıp aytyapti. Ronaldoga agar nima qilsa, biladimi kerak ekan. Pulni Evet, nasıl insanlar? Bayağı. Bahar yetib ketdi oqsoqol o'tib keldi qishlardan daraxtlar taqdimida suvlar oqar chirillab ildiz bahor milillab jumolalar yayrashib sho'x tulkilar sayrashib Mana Soliha. O'z qarab turing-da. O'z qarab turing. Mana. U qaragan payt tushiraman. Ati. Nima endi? Soliha, yo'q hozir tushadi. Qarab turing. Qarang. O zo'r turibdi deb bo'ladi. Qarang.
dorilarni sizlar nimaga kirishmaydi? Assalomu alaykum. Musikangizni qo'yavering. Qanday? Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdim san tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim,
ishim bor. Opajonim, opam mening, siz borki bor nurim ziyon. Doraydimi mening dunyom, mehribonim mehriga yo'q. Opajonim, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening, opajonim, mehribon gulim mening, gavharim nurim mening, opajonim, opam mening. Ardoqlagan ardog'imsiz, baxtliligim baxchog'imsiz, yupanchig'im panohimsiz, opajonim, opam mening. Shukur demam har bir onam, sizdayam bor opajonim. Shirin so'z, shirin zabonim, opajon, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening, opajonim, mehribon gulim mening, gavharim nurim mening, opajonim, opam mening. Opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening, opajonim, mehribon gulim mening, gavharim nurim mening, opajonim, opam mening. Qayta. Ana shunday, ha. Tushayotganda tushinglar. Momani yubiley bilan tabriklaymiz. Bo'ldimi? Mana Malak. Malak keldi mana. Qarang. Mana Abdurahmon.
Shu kirpaga tashlab. Yo'q, boshqa o'zi avtomobil. Sana yaxshilarga arziydigan inson. Umringiz uzoq bo'lsin. Liga Sabiri. Aywa. Ile wit ya kullanana kavunne. Bunların bitta çıktı. Şartları ne? Aywa. Borçlar
Eng birinchi kelganlar.
do'stlar, mana bugun juda ham bir chiroyli kun. Abdulla bobo Islom xonadonida chiroyli betakror kun. Bugun onaxonimiz Ra'no akamizni, Abdulla bobomizning turmush o'rtoqlari, yostig'i pok onaxonimizning chiroyli tavallud ayyomlari bugun 59 yoshlari bilan men o'z nomimdan, oila a'zolarim, farzandlarim nomidan mana shu davraga qimmatli vaqtlarini ayamasdan kelgan barcha yaqin opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, do'stlarimiz nomidan hammaga sizni samimiy muborakbod etaman. Yaxshi niyatlaringizni Alloh ijobat eylab, mana shu Sa'dulla do'stim bilan birga qo'sha qilib, farzandlarini, o'g'illarini, qizlarini, nabira, chevaralarini, evaralarini baxt kamolni ko'rishni Alloh nasib ro'z aylagan bo'lsin. Rizqingizni bol qilsin. Yaratgan egan boshingizni omon qilsin. Juda bir chiroyli qo'sha qilib, mana shunday chiroyli kunlarni ko'plab sizlarning quvonchlaringizga bizga sherik bo'lishni nasib ro'z aylagan. Agar xavotirga kelsangiz, mendan ham so'rayman. Agarlarga onam deganimda oqsul jafokash, muxlis mehribon kekrak namoyon. Axir sen bag'ringda parvarish qilib, ko'zimga baxsh etding, ko'zgudek jahon deydi. Onajon, boshingiz omon bo'lsin. Hamisha sog' bo'ling, bizning baxtimizga. Do'stim Sa'dullajonning baxtiga, mana shu barcha yaqin insonlar, o'g'il qizlarning baxtiga, qo'mi qarindoshlar, Oydin onajonimizni, Xolmo'min otaxonimizning baxtiga sog' bo'ling, aka-ukalarimiz baxtiga sog' bo'ling. Yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Bitta chiroyli guldiraz qilsak, quyilgan qadaqlarni olishingizni so'rayman. Meni eng katta turmush qizim, eng yaxshi ko'rgan bolam. Xudoyim banda qo'shgan bilan qo'sha qildi. Shu bolalarni baxtiga doimo sog' salomat qilsin. Zamanımız tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamma xonadonlarda yaxshi kunlar, yaxshi anavlar. Yo'llarida doim yonimda turadi. Doim meni bolam yo'q, singillariga, ukalariga ko'kilatgan joy ekan deb. Mayli, tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Rahmat. O'pib qo'ying bir-biringizni. Rahmat, mamasi rahmat. Cho'laqlanib qambar cho'laq kelyapti. Rahmat, omon bo'ling. Ele boshimizga sizga o'xshagan mehmon bo'lib turibdi. Kechami? Kam bo'lmang. Shu davramiz. Oyoqdan deydilar. Kecha chiqib ketib badanga ham siqmaydi. Gipsda oyoq, gipsda. Shirinliksiz yana bitta shirin. Shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilur choynak. Shunday ekan manmanlik nechun kibri havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Shuning uchun har doim inson o'par ekanik piyolaning peshonasidan deydi. Bugun qarang, Sa'dulla bobo islomlar xonadoniga qo'shaloq to'y, qo'shaloq bayram. Bugun mana jajji bizning aziz dilbandimiz, farzandimiz desa ham bu mubolag'a bo'lmaydi. Jasurjon bilan Malika qizimizni Visol oqshomini nishonlaganimizga 2 yil bo'libdi qarang. Qarang 2 yil mobaynida mana Pahlavon Kelbatli Abdurahmonjon dunyoga keldi. Qarang, bir yosh. Polvon yigit bo'lsin. Aytadilarki, yiqilsang qo'lingdan tutuvchi noring, gar utsang qanoting ketsa madoring. Biling quvvatidir suyangan tog'ing, farzanddir ko'z nuring, ravshan chirog'ing deslarni. Bizlar qo'ylaringiz bilan muborakbod. Sog' bo'ling, qo'sha qilib. Nasib bo'lsa kelasi yil Hasan Husanlarni Allohim iloyat aylasin. Haqiqatan ham haligi nimaga ikki jashti farzandlarimizni salom-salomni o'tiradik-da. Mana oling. Opajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shu tug'ilgan kunlarni juda ham ko'pini ko'ringlardan har yilani chirpirlarga qo'yib bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz. Pochajon bilan Ilohim pochamiz deydi, biz aka deganmiz endi. O'ylasam aka juda yetkinsizman. Pocham bilan har doim
o'sha qari bularni baxt saodatlarini ko'rib yuring. Shu jumladan jiyanim Jasurjon bilan Malikaxon deb tabriklayman. Faqat 2 yil, 100 yilda ham mana shunday qo'lishlashib, o'sha qari yo'rishlarini ichida yuringlar. Hammamizga Alloh shunday kunlarni nasib etsin. Havas qildik, nasib qilsa shunday o'tganlar hammasiga farzandlardan ana shunday iqbolni ana qilish nasib etsin. Mayli. Biz Islom xonadoni nomidan sizga shunday she'riy kalomlar bildiramiz. Ustozlarim, men sizning bir parcha yuragingiz, aziz boshingizdagi bir tola oq mendadir. Siz bo'lib mushfiq ona, bo'lib mehribon padar. Go'dak boshlarni silab ertani o'yladingiz. 36 harfdan osmon ilmiga qadar burg'ak onglarga quyib hayotga yo'lladingiz. Bu Jasurjon va Malikaxonlar nomidan sizga bitilayotgan she'riy kalom ustoz sog' bo'linglar. Aziz do'stlar, navbatdagi tabrik so'zlarini bizning davramizga Qashqadaryo viloyatining muborak shahridan bir aziz mehmonlarimiz, aziz qudalarimiz mana shu kun Abdulla bobomizni, Ra'no yangamizni davrasiga bo'layotgan fayziga fayz, ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi. Shunday aziz qudalarimiz, aziz haynotalari, haynotalari, o'rtoqlar, bizning davramizda tashib turibdi. Shunday aziz do'stlarimizga, mana shu Abdulla bobo, Ra'no yangamizning qudalari bahlagamizga bitta chiroyli tabrik so'z navbatini bildiramiz. Avvalambor bizni tabriklaymiz bu yosh bilan. Bu yoshning yuzini ko'rdik. Boboni yonida yuzlab o'sha qilib bolalarning yo'lidan boshqa omon bo'lsin. Rahmat. O'tirgan doim mana shunday ochiq, tichiq Kapqandan to'yga buyursin. Jasurjonni ham bunday yoshlarni yuzini ko'rib yursin bolalar bilan. Tinch olamiz. Boring. Rahmat. Yashanglarga, ajraylarga 60 bilan olishib, 70 bilan yetaklashib, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuz ko'rishsinlar deymiz. Onajon, jannat sizlarning oyoqlaringiz ostidadir. To'ylar muborak bo'lsin. Sizda qizingiz bormi? Shunday oldingizdan o'tirsin. 4 avlod bo'ladi. Muborak qishloqdan tashrif buyurgan bir guruh aziz mehmonlarimiz, Abdulla bobomizni, Ra'no yangamizda eng yaqin qarindoshlaridan Hadicha opamizga yangi yaxshi tilaklar ehtirom bilan marhabo aylaymiz. Hadicha opa. Hozir men ham o'tishim kerak, to'xtab turing. Xo'sh, ana endi bitta sal yaqinlashsanglar bitta rasm tushiring. Nima uchun bildingmi? Onasi. Mana qaraymiz. Boladan sen borsan. Mana qaranglar bitta rasm tushiring. Yaqinroq tursin bu ham. Qarangiz, qo'yinglarga Ay, keyin chizasan. Mana qaraymiz. Stol torting. Mana. Qaraymiz. Qadrdon opalarim, singillarim, mehribon jiyanlarim, yerda o'tirgan akajonlarim, akam degan bulardi. hammalaringizni mana shu davrada o'tirganim uchun nima deydi? Xursandchiligim cheksiz. Opamga uzoq umr tilayman, qachonmi Allohim baxsh qilsin. Mana shu nevaralar qo'shovida har doim davron turistligi bo'lsin. Alloh mana shu Abdurahmonjonda Abdurahmonning ichidagi bergan akalariga bosh bo'lib, shularni halovatini ko'rishmoqda. Mo'zamga ham o'g'illar bersa, mo'zam ketmagan o'g'illar topsin. Hech qachon opa
Yasirjon bilan Malika hamda tabriklayman to'yini 2 yilligi bilan. 1000 yil yashanglar vaqt. Hech qachon bir-birlaring bilan uzoqlashmanglar. Ha, shoirlaringizga vaqt. Oldingidan yaxshi bo'lib yashanglar. Ism tashkilotlar yo'qlarga. Restoranlarda o'qiganlarga ishda oldinda kelinimiz bo'shimlarga. Rahmat mayli. Yashang Hajjoba, sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr. Sizni ham farzandlaringizni mana shunday chiroyli kunlarida borib, mana shunday insonlar bilan ko'rib o'stirib xizmat qilishni Alloh nasib etsin. Sog' bo'ling. Nevaralar tog'am debdi, mikrofon salomat bo'ling. Saxovatli diyorimizning noz-ne'matlaridan tanovvul qilib, davramizning ko'rkiga ko'r, fayziga fayz Buni ustiga qo'yiladi, men ulanatdim deydi. Shuni kelib o'rnatdim-da, yoqib qistirlatgan bo'ldi. Insonni 60 metrgacha oladi. Raislarda bitishyapmiz. Mavsum dahshat chiqadi. Shunday kelsam kabel yo'qda. Shu o'zim o'sha Gulesar opa quyida sizni nomingizni olaman deb ololmay qoldim. Telefon ekran signalni qoldida, telefonim o'chirmay qoldi. Gol. Đợi. Đợi. He bak ki rasım çıram. İçe düşkün nasıl? Hani su. Neydi bu? Neydi? Hey Abdurrahman. Ayo. Ne qarab turaylik ikkovlaring birga rasm chizing. Mana, bak qaraymiz. Mana, yo'q, rasm tushiradi. O'tirib tushinglar. Boleh. Qadami cho'ktirar 1000 yillik qirni. Tog'lar ham poyiga tiz cho'kar behol. Xohlasa javzoda yoqqan yomg'irni
ko'z ochib yumguncha xor qilar ayol. Yuziga latofat baxsh etsa taqdir va aqiq labiga bor yo'g'i bir hol. Yovga tiz cho'kmagan ming bitta mag'rur erkakning iziga zor qilar ayol deydilar. O'ylab muborak bo'lsin. Sizga chiroyli hadi so'zlar bo'lsin. Mana gap. Yine bu kulları uylandırıp nasıl Hani baba sizga uzoq umr baxt saodat. Farzandlar kamolini ko'ring. Qo'shgaringiz bilan siz ham Ra'no yangamizdek qo'shqa qarishni Alloh nasib qilsin. Rizqingizni Allohim bo'lgan bo'lsin. Sog' bo'ling. Chiroyli duolar. Ra'no yanga yaxshi niyatlarni qabul aylang. Aziz davradosh do'stlar, keling davramizga nozik aziz mehmonimiz tashrif buyurgan. Muborak shahridan Abdulla bobomizdan Ra'noyamizning aziz qudalari, xudochilik minginchilik deydilar aziz do'stlar. Gulruhoy singlimizning, Gulbiraoy singlimizning aziz qaynonalari muhabbat yangamizga Ra'no yangamizni tabriklash so'z navbatida biz hurmat ehtirom ila marhamat aytamiz. Oling do'stlar, qo'lingizga qo'yilgan qadahlarni Abdulla bobomiz Ra'no yangamizning baxti saodati uchun, farzandlarining baxti kamoli uchun olishlaringizni so'raymiz. Muhabbat aka, sizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, niyatlaringizni Alloh ijobat aylasin. Davramizga xush kelibsiz. O'shanda tebratib o'ring-da. Davradoshlar, mana bugun qarangga bitta eslarni ochaman sizlar. Davramizning aziz mehmoni. Odamda yerini tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. O'zlari Tojikiston Qardosh Respublikamizdan tashrif buyurgan davramizning aziz ishtirokchisi aziz mehmonimiz Ra'no yangamizning boshliqlari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Aslana xonim Ergashevaga chiroyli tabrik so'zlab Rais doirasi. Hamida Kamtar doirasi. Opposite
Bolamizni mana shunday chiroyli mehmoni bo'lishingizni so'rab qolamiz. Oynayasizmi? Davradoshlar, qarang bir chiroyli davra, chiroyli suhbat qilib turibmiz. Shu fursatdan foydalanib, men Abdulla bobo, Rani yangamiz Islom bilan xonadonini eng aziz erkak kelini qizi desa ham bo'ladi. Chiroyli bizani ham imzolayapmiz shu. Mana bugun 2 yillik to'ylarini nishonlayapmiz. Jasurjon bilan Malika kelinimizni, mana farzandchalari bor, Abdurahmonjonni tavallud qayyomlarini ham nishonlab turibmiz. Fursatdan foydalanib, ham ona o'rnida, ona qaynona sizga biz mana shunday chiroyli fursatdan foydalanib so'z berib, aziz onaxonimizni tabriklash navbatini sizga taqsimlaymiz. Siz ham muallimasiz. Ham pedagog. Ham pedagog. Ham yaxshi ona. Ham ona, ham o'qituvchi. Ham kelin. Ham kelin, ham xotin. Jasurjonni turmush o'rtog'i. Abdurahmonjonning aziz onasi. Gapiring. Ayni eshitdingizlar. Eshitdinglar. Malika. Hozir aslida yurib bordi. Avvalambor mana shu joyga kelganlarga hammalariga rahmat. Mana shu tashkillashtirgan tashkilotchilarga alohida rahmat. Bizlar boshchimiz, oilamizda eng yaxshi Abdurahmonni sevimli ujonisi, oyijonim kunlari bilan tabriklayman chin qalbimdan. Nasib bo'lsa 100 yillik yubileylarini nishonlashni bizlar yilligini Abdurahmon dadasi Abdurahmon buvasi momalari bilan birgalikda nishonlash hammamizga nasib. Eng yomon kunimiz xuddi mana shu. Mana kelaman.
Hayron bo'lib qoldi. Ilojisi yorug'likni yoqib qo'yish kerak bu yerda. Yorug'likni Qarangidan ko'ra yorug'sa. olib beradi, kesib, akalaringga ham bermaylar. Nimani? Bo'ldi, shunga o'tiringlar, men aytaman. Nima aytaman? O'tiringlar, Aytganlar. Mana suyuti qayerda yo'ladi? Ishni qizga uchalasini qo'yib berasiz, to'rtchasiga. Nasıl yerde böyle? Bu yeni çıkıyor, sekiz ölçem çıkıyor. Beni asallarım, beni asallarım. Ha, beni asallarım. Vay vay, bu asallarım. Hayratlar. Akrablarım hayratlar. Hangi köyde hangi cümleler? O'zimizda bor edi, men qo'shib kelamiz deganimga. Geçer
Bular bilayotganda bu qo'shadi bular. O'shanda to'xtab turmaydi.
Qanchalar tug'ilgansan? Bilmayman. Baran koydu, doğru yaptı. Ne dedin ki? Ha, давай. Fakat endi shular olamansa to'xtab qolamiz. Yo'q, endi bunday qildim-da boyagidek. İyi. Kaç mikrolan oynasın şunda bula?
viloyatining Muborak shahridan kelgan, shu xonadonga yaqin, shu xonadonning aziz farzandiga qo'shilgan farzandi aziz kuyovimiz Oybek. Shunday qarash. Bugün qarang, Ra'no momamizda 60 yillik to'ylari. Yaxshijon, malika oilalarimizni bugün misol to'ylari bo'lgan, baxt to'ylari bo'lganligini 2 yilligi va Abdurahmonjonning tavallud kunlari. To'yimizda gapira olmagansiz, nishonlashda gapiring. Uni uyda gapirib, nima deydi, shu yuqoridagi gaplardan juda shirin gaplar bo'lib qo'shilamiz. Evet, eshitdik. Ya eshitdim. Bola bu yoshni ko'pini ko'ring, Xudo bergan yoshda. O'g'illaringiz, qizlarni, nevaralaringiz baxtiga sog'-salomat yuring. Amaki bilan qo'shib qarang. Eng yomon kuningiz mana shunday bo'lsin-da. Mana shu bitirishimiz yo'qolmasin. Davramiz cho'zilsin, kamayib ketmasin. Shunday bo'lsin. Jasur ham oilasiga baxt, saodat tilaymiz. Bolingizlar shu. Biz biroz sarsak kelaymiz. Hamma so'zlarni oilaviy ekipajlarga beramiz. Aziz qizalog'imiz Abdulla bobomizning, Ra'no momamizning nuri diydalari Yildiray singlimizdan bitta onalari haqida tabrik uchun so'z navbatlarini eshitib qolsak degan umiddaman. Keling bilandik. Aziz mehmonlar, aziz qadrdonlarimiz, aziz qarindoshlar, xolajonlar, onajonlar, hammalaringizni mana shu bugungi kunga kelganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Onajonim, ko'zimning nuri, volidam, o'zimning onajonim, bu baxtingiz bilan, bunaqa yoshda, mana shu yoshga kirganingiz bilan baxtimizga sog'-omon bo'ling. Ilohim bu yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Rahmat, aytganlaringiz kelsin. Dadam bilan qo'sha qarib, Bir shamolmishmi? otashib yuringizlar. Nevara, chevaralar qurshovida bo'ling, nima bo'lsa ham. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, yomon kunlarimiz bo'lmasin. Oilamiz kengaysin. Mehr-oqibatingiz ko'tarilmasin. Doim bir-birimizga mehrli oqibatli bo'laylik. Dadajonim bilan ayajonim umrlari uzoq bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga erishing. Nasib bo'lsa, xo'ja momalar bo'lib yuring. Ilohim, bizning baxtimizga nevaralaringiz, Umida, Soliha hammasini baxtiga sog'-omon bo'ling. Rahmat. Akam bilan yengamni ham to'ylarida bo'lolmaganmiz. Qo'sha qarisin bular. Nima? Egiz farzandlar bersin, qo'shaloq. To'ylarda chopib xizmat qilaylik bolalarimiz bilan. Nasib bo'lsa. Miroy, qizim, yaqindagina siz yangi mehmonni kutib oldingiz. Shuni bag'ringizga bosib, tishingizga tishlab ko'ring, eringiz bilan qo'sha qarib, mana shunday chiroyli farzandlarni baxtli ko'ring, qarang. Yaqindagina mana shu farzandchalaringizga beshik to'ylari qabul qildingiz. Shu fursatdan foydalanib, shu to'y bilan ham muborakbod etamiz. Nasib bo'lsa sizlarga ham Hasan Husan, Fatma Zuhra, Yulduz Qunduz, Tohir Rahmat. Hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlikda har doim. Ha, baxtli bo'ling Oybekjon bilan qo'sha qaring. Nasib bo'lsa sizga ham Hasan Husan bersin. Amin. Allohu akbar. O'g'il so'raganlarga o'g'il so'raganlar. 5 minut degan. Chiroyli tabrik so'z navbatlarini aziz Nuridindangiz, aziz volidangizni tabriklash uchun sizga hurmat, ehtirom bilan mana shu aziz do'stlar, ota-onalar, aziz mehmon mezbonlar nomidan marhabo aylanib to'ylar muborak. Rahmat kelganlaringiz uchun hammalaringizga ayajon bugungi tavallud ayolingizdan tabriklayman. Dadam bilan qo'sha qarib sizlarni yoshlaringizni hammamiz yuring. Mana sog' bo'ling dadam bilan yaxshi kunlarda sizni yaxshi ko'ramiz, dadam bilan sizni yaxshi ko'ramiz.
Sizlar ham yuraylik. Rahmat hammalaringiz kelganlaringizga. Mana sizga ham rahmat. Shunday ona tug'ib berganingiz uchun rahmat sizga ham onajon. G'ayrat aka sizga ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Yangamni ham 2 yillik to'ylari bilan tabriklayman. Sog' bo'lishsin. Bundan-da ortiq yutuqlarga erishsin. Bundan keyin o'zlari yursin. Sizga sog' bo'linglar. Rossiya davlatidan niyatlaringizda Alloh ijobat qilsin. Allohim hammaga majday hasan qilsin. Fatma Zahrolar bersin. Aytadilar, yiqilsang qo'lingdan tutuvchi noring, gar utsang qanoting ketsa madoring, beling quvvatidir suyangan tog'ing, farzanddir ko'z nuring, ravshan chirog'ing deydilar. Aziz do'stlar, Abdulla bobomizlar Ra'no yangamizning aziz pahlavon farzandi, jasur desang jasur o'g'loni, Jasurjon farzandimizga yaxshi niyatlarni, aziz volidasini, aziz qadr buzurugorini tabriklash uchun qiz navbatini marhabo deymiz. Rahmat. Bugun Jasurjon sizga bu fursatdan foydalanib 2 yillik to'yingiz taqdiringiz bilan tabriklaymiz. Chiroyli o'g'loningiz Abdurahmonjonning tomoni ayyomi bilan tabriklaymiz. Ajoyib kun, ajoyib davra. Ya'ni jannatimiz, onajonimiz, nurligamiz, onajonimizni tug'ilgan kunlari. Mana shu fursatdan foydalanib, onajon sizni tabriklayman. Mana shu tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim 80ga 100ga kirganda ham mana shunday chiroyli davralarda nishonlash nasib qilgan bo'lsin. Bizlar baxtimizga hamisha sog', dadam bilan birgalikda omon bo'ling. Ilohim hech qachon g'am ko'rmaydi. Bizlar bor ekanmiz, bizlar sog' salomat ekanmiz, hech qachon siz g'am ko'rmaysiz. Faqat va faqat ashna yaxshi kunlar bo'ladi. Onajon, ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, ularni ham to'yini 2 yilligi bilan nishonlab tabriklayman. Malika bilan qo'sha qarisin, o'g'illari ko'p bo'lsin. Abdurahmonjonimiz katta yigitlar bo'lsin. Dadasi ishlarda ishlab, shunday yaxshi ishlarda ishlab, mana bu bizning loyiha omadini bersin. Ko'chalar bersin. Sizni yaxshi ko'ramiz ayajon. Onajoningiz sog' bo'lsin. Bolangam shunday Uyimiz bo'lganligi 2 yilligidan tabriklaymiz. O'zimni tabriklayman. O'zimizni baxtimizga Ishlab chiqsang, shu ona senga boqib beradi bolang. Mana boqib, bittasi. Endi bundan beri sen o'ylamay tug'ur. To'g'riga tashlab ketaver shu ayolga. Kim qaraygan deb qillar o'ylanmaydi, sen o'ylama uni. Yo, voy, apellasiya solayotgan vaqtda shu kimdir ochib berdi. Turdik, ketdik, turing. To'xtang hali. Hali holiqmaysiz, hali bo'g'im bor. Dadamga. Sizlarning mehringiz, sizlarning peshonangizdan tomgan tomchi ter evaziga yetishtirilgan. Shunday aziz farzandlar ham xuddi shunday. Ajoyib mehnat, ajoyib mashaqqatlar orqasidan, ajoyib xursandchilik, ajoyib quvonchlar orqasidan farzandlar dunyoga keladi. Aytadiki, oilada, farzand oilada hayot ziynati, turmush quvonchlari barisi shundan. Ota-yu onada bir g'urur mehr tug'ilar shu farzand tug'ilgan kunda deydi. Mana shunday ajoyib farzandlar dunyoga kelishgan. Albatta, Sa'dulla bobom, Ra'no yangam xursand. Shunday farzandlar borligidan Allohga shunday shukrona aytadilar. Sa'dulla bobo, biz sizni tabriklaymiz. Turmush o'rtog'ingiz, yostiqdoshingiz Ra'no yangamizni 60 yillik yubiley to'ylari bilan muborakbod etamiz. Nasib bo'lsa, qo'sha qarib mana shunday chiroyli nabiralar, farzandlarni
chiroyli evara-chevaralarni baxtiqarorni ko'rishni Alloh nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsa, ikkalaringiz ham Jasurjonni, Malika oyda, Muazzamoy, Gulmira oylarini, farzandlarini quchib, quvonib, o'pib, o'stirib yurishni nasib etsin. Baxtli bo'ling, sizga yaxshi niyatlarimizni hurmat, ehtirom bilan marhabo aytamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ozod bir bu gapsizlar. Rahmat. Shunaqa o'rgatdi. O'zim ham kutmagan holda bu davrani qatnashchilarning hammasini mana shu yubiley bo'lgan kun bilan hammalaringda tashrif buyurganlaringiz uchun tabriklayman. Rahmat deganlaringga odamzod yoshlikdan orzu qiladi-da. Hayotning eng shirinini, tashvishda quvonchlarini, mehnatda bir yaxshi samarasini, rohatini umidvor bo'ladi. Oldin yoshlik qiladigan bo'lsak, asosan bizga ne'matimiz bo'lgan farzand uchun borki, hech narsadan tap tortmaymiz. Xudoyim taolo shunday bir ne'mat beradiki, men ham tikib turibman. Har bitta niholni yekishdan oldin uni ertangi kunini, ertangi nimasini quvonch bilan eslab turib olasiz. Meva beradigan shu mevasini tatib turib, ilosh qilib shu mevasini lazzatini, ta'mini bilaydi. Xuddi shunday hayot menga ham shu ne'matni berdi. Baxtimga bolalarim omon bo'lsa, men endi menga hamroh sifatida turmush o'rtog'im shu bugun tug'ilgan kuni ana shuni quvonch shodligini bir yig'ilib o'tiribmiz. Kim orzu havas qilmaydi. Kimdandir nimadir andoza oladigan bo'lsak, shunga nimadir bir sifat qodirishda havas qilamiz. Lekin bo'lmas. Sizlarda ham hayotlaringizda xuddi bizni quvonchdek mana shu o'tirgan joyimizda orzu havas bersin, niyatlar bildiraylik. Hammalaring ham shunday qilib, topganlaring to'ylarga bo'lsin, farzandlaringda to'yiga bo'lsin, nabiralarda to'yiga bo'lsin. Ile evaralarda hammasini to'ylarga buyurgan holda to'yga quvonchli, shunday quvonchli kunlarimizda sherik bo'lishlaringdan Xudodan so'roqlaymiz. Tanijonlaring sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Har bittangizda xonadoningizda quvonchli kunlarda nasib aylagan bo'lsin. Kam bo'lmaylar, to'y tomoshalar qilinglar. Shu qo'limizdan kelganicha ya maslahat berib, maslahatdan keyin hech kim bo'lmasa, o'zimiz xizmat qilib turib shu to'ylarning bosh qosh o'tirib o'tkazaylik. Rahmat kelganlaringga omon bo'linglar. Davramiz davom etaversin. Kelib turib bir-biringdan men shunday bir keyingi vaqtda niyat bildirdim-da, o'zimcha niyat emasda, o'zimcha shunday xulosaga keldim. Kim bo'lishdan qat'iy nazar ekan? Kim bo'lishdan qat'iy nazar? Har kimda kimgadir ishi tushsin. O xoh gado bo'lsin, xoh boy bo'lsin, xoh o'sh mansabi-yu martabasi qat'iy nazar. Chunki hammada bola chaqa bor. Chunki o'sha kishini borki, ishi tushsa borki, shu insonda qadr qimmatini, asosiy insonda qadr qimmat mana izzat hurmatini bilaydi. Chunki hurmat qilib turib, eslaykan, izzat qilib turib, ta'rif qilaykanda. Shuning uchun hammamizda ham bir-birimizga ishimiz tushsin. Hech kimda bir-biridan ishi tushmasdan qolmasin, yo'qlamasdan qolmasin ekan. Chunki biz yo'qlasak, eslasak, ishimiz tushsa, shu odamga boramiz, eslab turib. Ana xuddi shunday bo'laylik. Chunki bizda jipslashtiradigan narsa hurmat, izzat. Hammangizga omad tilayman. So'zlarni qo'shaloq qilamiz. Qarang. Rahmat. Quyosh oy bilan, yer osmon bilan, inson jufti haloli bilan. Mana bugun biz nishonlab turgan tavallud ayyom aziz sohibasi Nuriddinamiz, Sa'dulla bobomizning pokiza turmush o'rtog'i Ra'no yangamizdan chiroyli so'z navbatini. Ey siz onalarning mehribon iliq aziz sinasidan oqsut emganlar. Ey siz onalarning subhi damlarda shirin allasin tinglagan jonlar. Tinglang, naqadar zo'r
ona hurmati, naqadar zo'r ona izzati. Ona desa tog'lar egar bosh, ona desa ta'zim qilar xalq. Onalar bizning qalbqo'rimiz, g'ururimiz, jonimiz, aqlimiz, idrokimiz. Ranayanga siz qarang 60 yil hayotni bosib o'tib, men Sa'dulla bobom bilan turmushda quvonchini, shodligini, g'ami, qayg'usini birga yengdingiz. Mana shunday mashaqqatli yo'l, mashaqqatli, quvonchli damlar sizlarga muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli farzandlar, nabiralar muborak bo'lsin. Nasib etsa sizlarni 100 yoshlaringizni inshaalloh hammamizga nasib ro'zalagan bo'lsin. Chiroyli tabrik so'z navbati sizga. Biz sizni tabriklaymiz. Jasurjonni, Malikaxonni 2 yillik Misol to'ylari bilan muborakbod etaman. Chiroyli farzandlarni bugun tavallud ayyomlari bilan muborakbod etaman. Rahmat hammalariga. Quvonchimga sig'may boryapman deb o'zim. Kutmagandim bu anavni. O'pkalarim to'lib boryapti. Juda xursand qildilaringiz. Rahmat hammalaringizga shunchalik izzat, hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Rahmat bolalarim, Gulmira, Muazzam, Jasurjon, Oybek hammalaringga rahmat. Shuni tashkillashtirib shu nima qilganlaringiz uchun meni juda xursand qildilaringiz. Jasurjon, Malika, ikkalangni ham to'ylaringda 2 yillik anavsi bilan tabriklayman. Farzandlaring bilan tabriklayman. Ko'rishanda 1 yil 1 yoshga kirdi, 1 yoshlik anavlarim bilan tabriklayman. Ilohim ikon qo'sha qarib yur. Magistrlarga kirib, magistrlardan lisensiyalardan haq beradi. Yaxshi ishlarda ishlab doim qilib yurgan. Hammamiz ishonlarga yetkazsin. Yaxshi kunlaringda doim shu sherik bo'lib turaylik bizlar dadang bilan ikkalamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlaydigan bizlar. Yaxshi niyat bilan bir ishni sizlar boshlaysizlar, qo'llab-quvvatlaydigan bizlar. Avoy Buyukjon. Lekin kelin magistr diplomini ishda oldim. Bunisini yuvib berish kerak hali. Sizga javob bo'lishi kerak. Birinchisiga o'sha haq beramiz. Diplomatdan bo'ling nasib bo'lsa. Mana diplomga aytib yuboring. Jasurjon. Yo boshdan aytish kerak. Oybek. Haq bo'lsa haqda doim Diplom qo'yilgan hammasi bizlarda qo'shalar. Xudo rahmatli bu to'rgapda otam aytardida, bir qaysidir bir ma'rakani boshlamoqchi bo'lsa, bir bayramgami, bir qo'shalab bayramlarga shu jamlab turib o'shanga sapitab turib boraydi-da. Chunki xayrli ishni hech qachon erta kecha bo'lmaydi. Ish qilib shunday kunlar ko'proq bo'lsa, kiysin. Mayli, rahmat. To'y ustiga to'ylar bo'lsin. Olinglar. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Jasurjon, nasib bo'lsa sizga, nasib bo'lsa katta general formalarni ko'rishlar. Farzandlar sardog'da yuringlar. Bu da hadi hammaga omon bo'ladi. Yo, uyda gaz o'tmaydi. Yoshi zulum. Aytdim, mama aytsinmi? Ha, mama aytdim. Mama. Kelayotgan bola qizalarni Xudoning o'zi kadafini qilsin. Qizim bilan kuyovim qo'shqar bilan qo'shcha qarsin. Jasurjon ham ayoli bilan qo'shcha qarib Abdurahmonjonni to'y qilib tomosha qilib hamma to'ylarga kelsin. Xudo banda esanchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Yoshlarimizga umr bersin, bizga qarilarga iymon bersin. Xudo banda hamma to'y tomosha qilsin. Onajoningiz sog' bo'lsin, ilohim momajon. Sizlar yuzlaga kiring. Oydin mama, yuzlaga kiring. Buvam bilan qo'shcha qaring, yuzlaga kiring. Tamam, tez o'tgandan keyin metal o'rtasida 100 metr yugurib o'tsa Ketdik. Onajonim boring.
Nasıl? Kıymadın atrordun stoğunda askeriyle gelip Muhabbet denge bori. Nasıl? Bor deyip de. Basın kan kursu değil mi baba? Ogan uzak nana kubak. Seni ketsan. Ya rahmat. Hayratjon, xizmatingiz uchun sizga ham rahmat. Mana shu bizni quvonchli kunimizda muhrlab berib, tasmaga muhrlagan bu videochimiz G'ayratjonga katta rahmat. Ishiga omad tilayman. Bizni esda qoladigan bunday bu sayrlarimizni esdan chiqmasligi uchun erta nabiralarimizga nima deydi? Esdalik qolishdi. Niyat qilgan edik. Mana shu niyatimizning asosi injener dizayneri yo'qsa nimasi siz bo'lasiz. Men ham ko'rinaymi? Bir ko'rinagan albatta. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Shunday hech qachon yomon kun ko'rmaylar. Ya texniklarni 100 yoshli yubileylaringizdan tushiraveraylik. Shunday emas. O'sha paytda tushiraversan, duo qiling 90 ga kirib. Saqalmalarlar. Shunda asl qilsa o'sha Ayshimga yetganingizda esingizda tursin. Ha, yo'q, tushirmoqchiman o'zi.